O'xshab ketgan bo'ldimi? Qilmaygan qiliqimiz yo'qmi bizning, ha? Bu davxon tugidi mana. Davxon tugdi? Tugidi mana. Hamisi misha o'xshaydi. Misha o'xshaydi. Ha? Ey, bunun nari bir sayohat qiliqi ya bu? Adishon nani yo'llab berdi bizga? Nima ishni yuramsizlar? Mishani shundoq chiroyli qadash bir kurashga bir berib kurab kelonlar deb shunday deb ketdi, endi Apam zavdetdi zadi. Balam, şu poyezdin kendinden bang-bang. İkincisiga yük mashinasining kendinden bang-bang. Üçüncüsüge şu qizg'olning kendinden bang-bang de. Mana qizg'olning kendinden bang menda oqibat bo'ldi ekan. Bugun ko'rdikmi? burun qilgan davirdi. Davagan bilan mana bola-bolaqani bo'lgan-ku. Nima ish qilamiz bu yerda? Nima ish qilib kebab tatib yeymiz? Kebab tatib yaqqan nima elib olgan bu yerga? Meni pachiqimni kesib tatib yeymi? Bo'ldi, men ketlaman. Mushlar ketamiz? Ha, adishon yo'llab bergan keldik, ko'rdik mana. Ya tug'uvchiligim yo'q-ku, bu yerni ketmayman ish qilmayman. Ataytin kelganligimda sorun tuzib, andikiz ketamiz endi. Mishal sorun tuzamasa, unuzu sorun tuzilgan nima elib olgan bu? Bilat bo'lmasa nima elib olgan men. Elib olgan? Ha. Nima elib olgan? Mashinada bor, shu narsalar. Mashinada? Ha. Mashinada o yerda qoldi. Men berib olib kelaman mayli. Ataytin kelib bu yerga mushlar ketib bir Ha, mayli olib. siz bir o'tini yiqqashtiringlar. O'ti yiqqash? Ha, men nima qilib o'tinni? Ay, shu bilma qaynitib yeymiz bu yerda. Yalay, akal varın men işini görənglər. Edemge oxşanmaqmaydı da. Bana hey! Keldin mi? Ha. Koşun bulan saat 1'ye ketdi kebap tartışın başlayalım da. Qas qo'shni? Qas koşunda yürüyüt ya. Ben kebap tartışıp yemiz go'shlab kelgansa. Go'shtlanib nima qilibman? Go'shtni ish ketgan tursam, insonli yo'qmi? Bu yerda qolgandan yoqmak go'sht yemayotgan tursam. Ey, go'sht bo'lmasa nimada bir dala tamoq qilamiz, nimada? Hech qadam kebap tartib, ayyab ketgantu. Go'shtni misl narsa bo'lmaydi. Qalang, bu yil eng moda Vay bilitme buni, vay bilitme. Bu eliqi sizlar ağzыңdan tushmayqan. Bu yil eng moda bo'lgan, o'tir yoshlar yoqtirib yeqan. Bizmi 8 ayning yaqsilining bo'yanliqaga yoqi kunda ichiyotgan. Kavsarning kampin tozliq suvi qishi. Ha, shu, dal o'zi. Moshni ichimiz. Ey jinim xutun, bo'lgan bir kun bu kavsardan ayrılib yasaq bo'lmabdi biz. Sizlar bo'yanliqdan qolgandan buyon mush kavsarning suvi qishini ichibmiz. Attigini kavsarning javmaji tamlik uzib tashlab suvi qishi. Tushdi o'zimizning tamoqi ma'qul. Kechdi yana kavsarning kampin tozliq suvi qishi. Shu vaqt tamoqimiz mushundan bo'ladi bizning. Bir kun ishimsak nima bo'ladi? Mening boshqa tamoq yegim kelmasa, bu bo'lmasa osh qolibman. Tayinliq, mush balamiz tug'ilganda balamizning ismini Kavsarjon qo'yib olsak bo'lmabdi? Ha, bu pulga qasim kanqiras. Shuni tizimlab qo'yaylik. Bo'langa o't qaling. To'smayishib ketdi mening. Ey, buni choy olsan chilab ichqanimku. Choy olmasa bu qanday qilamiz? Kebab tartiyamiz, tayyorchi. Ayni suv. Suni qaynasak choy bo'ldi shu. Ma'qul. O'xshab ketgan bo'ldimi? Qilmaygan qiliqimiz yo'qmi bizning, ha? Balanın bir tuğası, ha? Nega onu? Yaman terliktim ha. Şunda açır küçük, şunda peyzi. Buraderler, sizning ayolingizning buyda qolganda ayolingizlik shunda kun sog'anmi?
Ma xotin meni vahşi qiynayapti. Bu xotingoy men bilan mush Kavsarning chukiga sizib qolibdi ekan qiling. Ishqilib bu kunni o'tmaga yomon ta'sir ketdi. Sizning ayolinglar amildor bo'lganda nimaga sizib qo'ygan? Mush inkas rayoniga bir qoldirib qo'ygan, o'rtaqlashib baqli. Dadsi, mush bu yerda qolganing yoqida men sizni bek jiq japa so'ratdim juma. Japa sağlığın ras. Lekin şu japanın bir yerler bir xil tatlık. Tatlı gapleri bilen seni aldaydigan emas, belki ochiqlab turib amaliy hareketleri bilen sana kuyunadigan hamroying bo'lsin.